32 savol. 4 ta raqamlangan probirkada organik moddalarning rangsiz suvli eritmalari bor. Quyidagi ma'lumotlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. Xo'p, probirkalarga bromli suv tushirilganda, ya'ni qo'shilganda, birinchi va 4-probirkada oq cho'kma ajraldi. Keyin probirkalarga vodorod xlorid turilganda, birinchi probirkada oq cho'kma ajraldi. Keyingi bosqichda probirkalarga mis2 gidroksid qo'shilganda, ikkinchi probirkada havo rang, uchinchi probirkada yorqin ko'k rangli eritma hosil bo'ladi. Shu probirkalardagi moddalarni toping deyapti. A anilin, B fenol, C sirka kislota, D etilin glikol. Xo'p, 4 ta probirkani rasmini chizib olamiz. Unga o'xshamasa ham tasavvur qilib olasizlar. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Endi probirkalarga bromli suv qo'shilganda birinchi va 4-probirkada oq cho'kma ajraldi deyapti. Raqamini olsak 1, 2, 3, 4. Birinchi bilan 4-probirkada oq cho'kma. Demak, bu cho'kma. Chiqdi. Oq cho'kma. 4-probirkada ham oq cho'kma. Bromli suv tushirilganda. Endi bizda bromli suv bilan oq cho'kma hosil qiladigan moddalar, xullas, anilin bilan fenol bo'ladi. Demak, birinchi va 4-probirkada anilin bilan fenol bo'ladi. U birinchisida anilin yoki fenol, 4-sida anilin yoki fenol aniq emas hali. Endi probirkalarga vodorod xlorid yuttirilganda, birinchi probirkada oq cho'kma ajraldi. Vodorod xloriddan yuttirilganda deyapti. Birinchi probirkada oq cho'kma ajraldi deyapti. Demak, bu anilinligini bildik. Birinchi probirkada anilin bor ekan. Sababi anilin vodorod xlorid bilan fenilammoniy xlorid hosil qiladi, u oq cho'kma bo'ladi, fenilammoniy xlorid. Demak, o'z-o'zidan 4-probirkamizda fenol bo'ladi. Ikkinchi probirka noma'lum, 3-probirka noma'lum. Xo'p. Endi keyingi bosqichlarda probirkalarga mis2 gidroksid qo'shilganda, ikkinchi probirkada havo rang, 3-probirkada yorqin ko'k rangli eritma hosil bo'ldi. Endi 2 bilan 3 ga sirka kislota bilan etilin glikol qolyapti. Yorqin ko'k rangli moddani, ya'ni mis gidroksid etilin glikol bilan hosil qiladi. Mis glikolat hosil qiladi, ya'ni kompleks birikma. Shunda 3-probirkada etilin glikol bo'lar ekan. Ikkinchi probirkada sirka kislota. Shunda 1 ga A bo'lgandan keyin C bilan D chiqib ketdi. Xo'p, 2 ga sirka kislota. Ya'ni C ga 2 ekan. C ga 3 bo'lgani uchun bitta A javobim chiqib ketdi. O'z-o'zidan bitta javob qolyapti bizda. B javob.